Hozirgi bitta savol bor. Hop. Qarang, mana bu odamni taniysan? Mana bu odamni? Bu odamni hamma taniydi. Endi qarang, mana buni qarang. Bittasini ko'rsataman sizga. Qozog'istondan kontrakt keldi. Alash Pride organizatsiyasi bilan kontrakt imzolash arafasida. Alash Pride'da. Xudo xolasa 19-oktyabr kuni inshaalloh nasib etsa Qozog'istonda Turkistonda arenada o'zimni debyut jangimni o'tkazaman. Duo qilib turinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa o'sha 1 yildan beri shug'ullanayotgan va o'zim ustimda ishlayotgan kichkinagina tajribamni shu arenada sinab ko'rmoqchiman. Kuzatasizmi bu odamni? Yo'q, uni kuzatmayman. Endi qarang. Alash Pride'da mana buni ko'ramiz, kollaboratsiya qilgan. Alash Pride, mana Octagon bor, mana bu Bugun Sport bor mana. Xo'sh, Alash Pride. Endi qarang. Pamki yozib qo'ying. Generalniy sponsor ligi Olimbet qiz deb qo'ygan. Bu yerda yana Olimbet qizi mana. Olimbet, bilasizmi nimaligini? Hop. Bu bilasizmi nimaligini? Olimbetni kollaboratsiya qilgan. Endi mana qarang, Google'ga kiramiz. Boya yozganman, Olimbet. Сделать быструю вставку deyapti mana. Mana ham saytlari bor mana. Olimbet. Bookmakerskiy kontora Olimbet. Tushundingizmi? Ha, bo'ldi, endi tushundim. Tushundingizmi? Ha, endi tushundim. Endi qarang, nechta bolangiz bor? 6-7 bolalarimiz bor. Yo, o'zingiz farzandingiz. Farzandimiz 4 ta. Hozir 6 ta ham ketdi. Endi qarang, farzandingiz mana shunaqalarni kuzatadi, to'g'rimi? Mana shu Xotirga tushmaysizmi? Xotir tushamiz. Mana boshlanishiga prikol deymiz, boshqa deymiz-da, lekin mana shu aylanib, o'rgilib nimalarga olib ketilyapti? Kim o'rgatyapti? Ha, ko'rdingiz? Kollaboratsiya qilib qo'yilgan, kollaboratsiya qilib qo'yilgan. Mana komment ko'rsangizchi, mana kommentda qarang, qancha odam qo'llab-quvvatlab yozgan. Mana 2000 tadan oshiq odam qo'llab-quvvatlab yozgan. Davay bosing, gaz, maz deb. Lekin hech kim bilmayapti mana bu kimni kollaboratsiya qilyapti, nimaga targ'ib qilyapti mana. Oddiy misolda, mana hazil-huzul bilan odamni qanaq qilib jar yoqasiga olib qo'yishi mumkin. Bu odamga ko'pchilik ishonadi-da. Ana. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar bunaqa narsalarga. Yoshlar nimaga qiziqyapti, kimni kuzatyapti? Juda ham qattiq e'tibor, nazoratni kuchaytiringlar, chunki hazil-huzul bilan ham mana bunaqa prikol qilib ham odamlar shunaqangi olib kirib ketishadi. Hozir men ssenariy bo'yicha bilaman, уже propaganda-da bu narsa. Boshiga sport deyiladi, davay deydi, o'zimiznikilarga o'zbeklarga balet qilamiz deyshadi. Bu trenovka qilayotgan jarayonni, chempionatga tayyorlanayotgan jarayonni ko'rsatadi. Keyin u yerda Qozog'istonda bu xullas raqib bir-biriga face to face bo'ladi, trishtok bo'ladi, tushundingiz? Yana ham azartni kuchaytiriladi. Oxirida bu yerda YouTube'da любой bitta jangi orasida keyin programmalar borda, shunaqa orasidan mana shunaqa qumor, bet-metlar chiqib kelaveradi. Anaqaga Elmurodga pul tikkan deydi, unga pul tikkan, bunga pul tikkan deydi, tushundingiz? Keyin bular aytishadi, men hech kimni targ'ib qilmaganman, kimni majburlamaganman. Shayton mevani olganda majburlaganmi? Yo'q. Yoki qo'lini yoki shunda uzib qo'liga berib qo'yganmi, yeb vasvasa qilganda, keyin odam borib o'sha mevani olib yeb jannatdan qolgan, to'g'rimi? O'zi sababchi inson. Ha. O'shaning uchun ozgina miyani ishlatinglar, befarq bo'lmanglar bunaqa narsalarga, chunki sizlarni ham, bizlarni ham hammamizning oldimizda farzandlarimiz bor. Cho'chimiz to'g'risi bor-ku, nimani kuzatyapti, kimni ko'ryapti, kimga fanatlik qilyapti, e'tiborli bo'linglar. Faza elektro hamda Bek elektro jamoasidan sizlarga iltimos, to'g'risi, yaqinlarga ulashib qo'yinglar va ogohlikni kuchaytiringlar. Bolalarning telefonini yaxshilab nazoratga olinglar.